1800-yillarda AQShdagi ba'zi qamoqxonalar mahbuslarni boshini aylantirib, nazorat ostida ushlab turish uchun aylanuvchi kameralardan foydalangan. Bu uslub panoptikan g'oyasidan ilhomlangan, ya'ni mahbuslar har doim kuzatuv ostida bo'lishi mumkin bo'lgan tizim. Muhandislar bu fikrni yanada rivojlantirib, aylanuvchi qamoqxona degan tuzilmani yaratishgan. Kameralar asta-sekin harakatlanuvchi platformaga o'rnatilgan. Qo'riqchilar markazda o'tirgan holda aylanishni boshqargan, mahbuslar esa doimiy harakatda bo'lgan po'lat va tosh g'ildirakka qamalgan. Bunday tizimning maqsadi qochishni oldini olish va zo'ravonlikni kamaytirish edi. Chunki mahbuslar qachon qo'riqchi kuzatayotganini yoki kamerasi chiqish joyi bilan qachon to'g'ri kelishini hech qachon bila olishmasdi. Biroq natijalar dahshatli edi. Mahbuslar ko'pincha ko'ngil aynishi, bosh aylanishi, chalkashlik va hatto ruhiy buzilishlardan aziyat chekishgan. Hatto ovqat yoki tibbiy yordam kabi oddiy ehtiyojlar ham kechiktirilgan, chunki platforma kerakli kameraga yetib borguncha kutish kerak edi. Oxir-oqibat bu loyiha insonparvarlikdan yiroq deb topilib, tark etilgan va bugungi kunda bir nechta zanglagan namunalar saqlanib qolgan.